Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki qadirlik, aziz görülmelerimiz. Qalbdan qalbga namlıq programımızın 19-cu sanını görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görülmelerimiz bu mübarek ayının harbi gündən itibaren her günü huzurunladı buluvadımız. Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetleri, mağfiretleri, bütün yaxşılıqlar yığıvatqan bu mübarek ayda bizni Rabbimizge yıqınlaştırdığan nurgun əməllər bilen tunuşup öttük. Mana həşbəşdiki bu ay bilen xoşluş aldı da sanaqlıq günlər qapdı. Allah'tan her daim qadək bu sözlənген temalarını haqiqi rəvişdə düşünüp, şununğa layıq əməl qılıb, Allah'a yıqınlaşqan aşu bəxtlik müminlərin qatarıdın bulup çıkıp getişini arzu qılımız, ümid qılımız əlbəttə. Bugünkü temamız bütün gün elanımızı vergendek intayın muhim bir temalarının biri. O bozumu şükür qilish haqqında to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Bugünkü hayatımızda mayli nadi yaşagan bo'laydi, nadi yaşayotgan bo'laydi. Nurg'un, yani hisobsiz Allohning ne'matining ichida, hattoki arimizdagi eng to'van saviyada yashayotganlardan birimi sanab tugatkusiz Allohning ne'matining ichida kech kunduz Allohga shukr qilish kerak bo'lgan ne'matning ichida yashab o'tib turib, inson bo'lish sifatimiz bilan nurg'un vaqtlarda g'aflatga ketib qoladigan, Allohning taqsimotidan, Allohning ato qilgan shu ne'matlarni ko'rolmay qoladigan ahvollarni yashaymiz. Shuning uchun bu temani nihoyatda to'g'ri tushunishimiz kerak bo'lgan temalarning biri bo'lganligi uchun bu haqda bir suhbatlashaylik deb o'ltiribdik. Bugünkü aziz mehmonimiz hammalar tanışıq bo'lgan, ilgari ko'plagan programmalarımızda o'zining cho'nqur bilimi bilan xalqimizni manfaatlantirib kelayotgan ustozlarimizin Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi, hurmatli ustoz Abdusalom Alim taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib ta Avstraliyadan ziyoratimizni qabul qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz aldidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlarning bu fursatni berganingizga Allah razı olsun. Qadirli görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık tarixli ötüdü. Ekran aldı çıkıp duruyatkan numarımız şundakla ictimai fikir vasıtırdaki alaqa vasıtırımız arkalık. Programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif bolsa, berişinglardan suallarыңlar bolsa, soruşinglardan ümid qılımız şundakla köpligen qarindaşlarımızdan paydalanish üçün hem baharlap qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita suhbatimizga boshlab ketsak, hurmatli ustoz. Aldı bilan islomda shukr qilish degan bu hukmni İslami noktadan bir düşünüp ötken bolsak, merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'alaga hamdu sana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge durud salam, aile tevabatlarga, sahabelerga ve barlıq Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga rastçıl, haqiqi ümmet bulup yaşagan ve yaşavatkan ve kelgüsü de ümmet bulup yaşaydıgan barlıq Müslümanlarına Allah'ın salamını yollayımız. Elbette sözümüz şükür hakkı etken, elbette sözümnümü her birilerine şükür etiş, rahmetini bildiriş bilen başlamakçı. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın ki mundaqda sözü var. Kimki insanlar öz ara birbiriga şükür kılışmaydı iken, yani birbirinin ki kılan yaxşılıklarını takdirlemeydi iken, onun rahmet etmeydi iken, o Allah'a doğru şükür kılanmagan buludu diyen. Demek bu yerde müminin ki, Müslümanın bütün hayatı Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki nimetini itiraf kılış ve onunla layıqada şu Allah subhanahu wa ta'alaga özünki şükürsünü bildiriş tin ibaret bulup, şükürne İslam dinimizdeki göstermesi bugün düşünce vaxtımızda bu barlıq çoğun kiçik körülgen, kögülü bulunduğun, kögülü bulmaydıgan, his qıgılı bulunduğun, his qıgılı bulmaydıgan barlıq nəslərin ki şu nimetini tunuştan ibaret bulup, yani hakiki tunuş, bunu düşünüş, qalb bilen bunu itiraf kılış ve şunu öz layıqda bununla, öz rəvişdə bununla şükür ada qilish. Yani bunu şükür degan vaxtımızda İslam dinimizde bu üç türlük yol bilen özümüzdeki şükürsünü, rahmetini bildirişinki üç xil amil buludu. Birincisi bolsa til bilen. Bu köp sanda insanlar öz ara, bunu da bütün umumi insanların hemmesi bunun da ortak. Bunun da Müslümanı bolsun, bir-biriga qilgan kichkina bir yaxshiligimi, hech bo'lmasa rahmat deyish, bir aqallicha bir so'zni bunu bilen ifodalashdan kelib chiqadi. İkincisi onu kalbimizde onu doğru tunuş. Ama bu nimet verildi, bu Allah'tan gelen nimet gibi olan demede kalp bilen onu itiraf kılış. Şu Allah subhanahu ve ta'alaga bunun için rahmetini bildiriş, şükürsünü bildiriş, layıqda özününki kulçuluğunu ada kılışını, kaytını özgü eskertişini ibaret buldu. Üçüncüsü bu beden bilen bulduğun şükür var. Bunun arkalık Allah buyurgan emellerini kılımız.
Demek bu ba'zida tilimiz bilan bo'ladi, ba'zida qalbimiz bilan uni e'tirof qilish bilan bo'ladi, ba'zida uni ish harakatimiz orqali qilamiz. Masalan, Alloh subhanahu va taolo bizga kuch-quvvat berdi, salomatligimizni yaxshi qildi. Mana bu ulug' oyda biz ro'zamizni tutyapmiz. Alloh buyurgan bir amalni biz qilyapmiz, shunga tirishyapmiz. Demak, bu bizningki Alloh subhanahu va taoloninki bizga bergan ne'matiga amaliyatimiz orqali, badanimiz orqali, jismimiz orqali ko'rsatgan bir shukrimiz, rahmatimiz bo'ladi. Yani bu qisqa so'zga vaqtda shu uchtilik bilan biz buni shukrimizni ifodalaymiz. Yani Qur'oni Karimda la in shakartum la azidannakum. Nima uchun qilamiz bu shukrni degan bir savol tabiiy chiqadi bu yerda. Chunki biz har vaqt, har doim Alloh subhanahu va taoloninki marhamatiga, yordamiga, rahmatiga muhtojmiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizlarni bir sekund unutganda bizning hayotimiz shu yerda oxirlashadi. Demak, biz Allohning ne'matisiz yashashimiz mumkin emas. Bir tiniq ilishimiz mumkin emas, nafs ilishimiz mumkin emas, harakat qilishimiz mumkin emas. Buni tunish bak muhim. Ammo buni bizga Alloh subhanahu va taolo tunutish uchun yine bizga texmi undan yuqoriroq buni to'g'ri tunisak, buni to'g'ri e'tirof qila olsak, shukr qila olsak, Alloh subhanahu va taolo texmi ko'plab bizning ne'matlarini ko'paytirganligini, ko'p beradiganligini bizga Alloh uqtirdi. Demak, bizning hayotimiz texmi yaxshi bo'lsin desak, shukrimiz texmi ko'p bo'lishi kerak. La in shakartum, agar sizlar to'g'ri shukr qilsanglar, la azidannakum, men sizlarga ko'plab bermaydi. Xo'sh, xo'sh. Alloh razı bo'lsin. Ayeti meg'izliq go'zal javob berdi. Alloh shu shukr qilguvchilarning qatoridan qilsin deb tilaymiz. Endi albatta nurg'un savollarimiz va shunga qisqa to'xtalmasak, oyatlar Qur'oni Karimda nurg'unlagan shukr qilishning fazilati haqida oyat hadislar bor. Shundan bir ikkini anglagan bo'lsak, yuqoridagidan sirt. Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisolamning so'zlarida bu shukr haqidagi hadislarni aytib ko'p. Masalan, bayon oyatimiz intayin mukammal bir shaklda butun hamma shukrninki barliq nimasini hammasini o'z ichiga olgan oyat bo'lib, la in shakartum la azidannakum. Sizlar shukr qilsanglar, men sizlarga ne'matimni ko'paytirib beraman deydi. Yana Alloh subhanahu va taolo Luqman surasida bizninki shu yaxshi solih bandasi Luqman alayhisolamga va laqad atayna Luqmanal hikma an shukr lillah. Biz Luqmanga ilm ato qildik, to'g'ri tushunch ato qildik. Aql farosat ato qildik, toki u shukrisini joyida qila olsin. Allohga shukrisini joyida qilsin. Demak, bizga bergan ne'matlarni biz to'g'ri tunuymiz desak, uningga ko'p shukr qilgan vaqtimizda bu shukrninki to'g'ri biz izhor qilgan bo'lganligimiz haqida. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya'ni bu bir buyruq shaklida keladi. Meni doim eslab turinglar, mening bergan ne'matlarimga shukr qilib turinglar. Demak, bu yerda bu orqali inson bu shukrdan chiqib ketgan vaqtida takabburlik elib boradi, mag'rurlik elib berib qolishi mumkin. Chunki inson o'zini mag'rurlikdan, takabburlikdan, chunki bu insonni vayron qiladigan eng chong gunohi kabirlarning qatoridagi amal bo'lg'achqa, ish bo'lg'achqa, buni saqlanishning birdan-bir chorasi nima desa, doim shukr aytib turish. Va shundaqla Allohning bergan ne'matini doim eslab turish, eslatib turish. Garchi biz uni sanab tugutib qolmaymiz. Yuqorida muqaddimada degandek, va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsu. Allohning ne'matini uning shukrisini joyida qilish imkoniyatimiz yo'q. Keç gündüz başka hem emellerimizi toplayıp fakat şükrünü östekmi bu yeterlik emas. Ama onu sadak mı tüketkili olmaydı. Şuna ferişteler hakkında Allah bütün nesillerinki ahirisi bulu tükeydi, fani buludu. Sonrakin feriştelerge kayıtıdan ulanı yenilik bir hayat belge vaxtıda ulanın tünce eğizlerini çıkardıgan sözü ma abadnaka haqqa ibadetik ve ma şakarnaka haqqa şükrek degan rivayet var. Yani sana ey Allah biz layıklı kulçuluk kılamadık deydi. Hem de o ferişteler kandak mehluk olsa yaralgan vaqtidan ta hayatı ahirlashgan qadar to'xtab qolmasdan, charchimasdan, shikoyat qilmasdan belgilangan buyruqni bajandillik bilan %100 amaliyalashtiradigan bir maxluq. Allohniki nimasi, maxluqlardan birisi. Va shularni shu holatda turibmi, ya'ni o'zining to'g'ri Allohga qulchilik qilinmaganligini, shu o'zining shu ojizligini Allohning oldiga qo'ydi, o'zining ojizligini bayon qiladi va biz shundaqla sening bizga ko'rsatgan ne'matlaringga biz loyiqli shukr ado qilamiz deydi. Demak, bu yerda shukrninki Allohning insonlarga bergan ne'matlarining kattaligini biz tarafdan eslatsa, yana bir tarafdan buningki bizning doim o'zimizning qulchiligini o'zimizga askartib turadigan, bildirib turadigan eng muhim omil ekanligini biz buni ko'ralaymiz. Xo'sh. Alloh razı bo'lsin. Endi ustozmi shu, albatta musulmon har bir ishini, har bir hayotidagi harakatlarini bizning ulgimiz bo'lgan Rasululloh Alloh subhanahu va taolo bizga yo'l boshchi qilib avatgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan olimiz bütün so'z harakatlarimiz, yurish turishlarimiz u nima degan deb. Shukr qilish babida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kunlik turmushda qandaq
muamelede qandaq nimede boladi? Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı hakikaten intayın mükemmel bir hayat. Yani her qandaq bir insannınki ügünüşüge arziydi emas, belki onu ügünüş bizga mecbur bo'lgan. Agar bir insan, to'g'ri inson bo'lib yashayman degan odam uchun Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı muhim. Mümin Müslüman için elbette o farz. Onu kılmasak bulmaydı. O yolunu Peygamber Aleyhisselam tutkan yolunu gösterken talimatlarını öğrenmek şunu ergeçmeyi turup Peygamber Aleyhisselam'ın yüzümüzge bir misal kılıp yaşamayı turup biz doğru ümmet bulamayız. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın hayatına nazar saldırgan bolsak hayatının hemmisi Allah'a en yüksek, en sağlam, en pakiz, en mükemmel boğan revişte kulçuluk kıldığını göreleyimiz. Yani bu insanlık sütü bilen. Yani insanlık buluşta bu insan bizge okşaş. Yemisi bulmaydı, içmesi bulmaydı, aramamız bulmaydı. Hem ihtiyaçları var, insanlık ihtiyaçları var. Ailesi boğan, nurgun hayatıda nurgun işte boğan. Şundak turuluk Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem işini öz layıqada bir kılıp kısagandak hayat bilen buna elip bağın. Hem şu hayatını hemmesi qaraydigan bolsak, köp vaqtlarda Peygamber Aleyhisselam daim şükür kıgalligini köp uçurtdumuz. Günlük hayatıda, günlük turmuşida. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ınki tili arkalı kılgan şükür hakkındaki nurgun delillar ve fakitlar var. Nurgun dualar var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki bizge öğretken. Mesela Allahümme lekel hamd, ente nurus semavati vel ard. Ey Allah, sana biz mediye eytimiz, sana şükrümüzü bildirimiz. Çünkü sen asmallah ve zemindeki ve onun arlıqdaki barlıq nerseninki nuru, kurguçsi, yaratqısı, igisi. Edep ve lekel hamdu ente qayyimus semavati. Şu asmallah zemindeki kontrol tuttuğuçlar. Şunun için biz sana şükür eytimiz demek. Allah'ın her bir sübtini bayan qava vaqtida Peygamber Aleyhisselam'ınki Allah'a şükrüsünü bayan qavatqanlığını biz uçurtmuz. Mesela en akıllisi bir addi bir hayatı, günlük durmuşta. Peygamber Aleyhisselam uykusunu ettiğin turga vaxtı deydi, elhamdülillah deydi. Şükür deydi Allah'a. Yani ma bir yeni hayat kılını sıkıldı. Ey Allah'ım, Rabbim ma bir yeni hayat ne? İnam kıl dedi, şükür deydi. Tamaq yiga vaxtı, tamaqni yap boğandan keyin bir tamaqni bir joyida yap boğandan keyin onun şükür deydi. Elhamdülillah at'amana bergen şu rizqi şükür deydi. Hatta ki insan bir ubrunda özününki acizini çıkıp şunun salamet çıqalığında şunun gibi Peygamber Aleyhisselam'ın şükür etkanımız var. Elhamdülillahi'llezî azhaba annil aza. Mendeki muş qiyinchilikni bedenimin içindeki mana ağırlık keltirdigan, hatta ki bazı mana muş üçün nurgun keseller, nurgun qiyinchiliklar keltirishga sebep bo'ladigan narsani Allah yengillik bilan menanda muşni xalis qilganligidan Allah şükür etmek. Şundaqla Peygamber Aleyhisselam'ınki ameli arqali qilgan şükürlerimi intayin ko'p uçurtimiz. Mesela keçileri mesela nurgun her keçide uzun vaqtlar namoz o'qiydiganligi Peygamber Aleyhisselam'ınki. Bu bir Peygamber Aleyhisselam'ın tarixini, siretini okuyan adam biridir. Hatta ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazda uzun durup hatta ki tapalları yerilip ketetti de var. Tıpkı kademe. Yani bunun hakkında Peygamber Aleyhisselam'dan Ayşe radıyallahu anh'a sorgan. Ey Allah'ın Resulü bundak özlerine cefa sarıla. Allah sizinki barlıq günahlarını keçirgen tutar diye vaxtada Peygamber Aleyhisselam degan efela ekunu abden şekura. Ben Allah'a şükür kılırgan ben de bulmayım. Demek şu nimetni Allah bana şu alahide imtiyazı bana bergenken bununla rahmet eyişinin birden bir yönelme ibadeti bilen ameli arkalık. Bu şunda Peygamber Aleyhisselam hatta ki bütün hayatını birbirine insan başka Müslümanlara öğretken talimatlarda bulunsun. Hemmesi de asaslık lakin şükür kılışını öğretken. Mesela elhamdülillahillezî bi ni'metihi tetimmus salihat. Her qandaq bir yaxşı amelin ki vücut çıkışı Allah Subhanahu wa ta'ala'nın merhameti bilen buludu. Elhamdülillah ala kulli hal. Dedik elhamdülillah ala kulli hal. Barlıq vaqtimizda o'ttağan qoqqa vaqtimizda, yatqan turga vaqtimizda demek yüzümüzün hoşu cahil bo'lgan vaqtning hemmesini biz Allohga shukriya aytishimiz kerak. Mana bu Peygamber Aleyhisselam'ınki hayatidagi amaliy ölçem. Demek bu ölçem kim için? Bizge bir tarafın özününki qulchiligini, özününki şükürüsünü bildirishni qilsa, yeni bir tarafdan ölgü bunu sübütü bilen bizge şu namunani bizge qoldirgan. Demek biz şu yol bilen Allah Subhanahu wa ta'ala'nınki rahmetlerine her vaqt nimetlerine hakim daim şükür aytib turishimiz kerak. Rahmet, Allah razı olsun. Ustazım şu elbette yani mümin rahat paragatlik vaqtida nimetler onun qamdi. Elbette en ben yukarıda kirişti programının kirişidimi dedim. En töven turmuş yaşayatkan insan mı? Eminette Allah'ın sansızlığın nimetinin pazli keriminin içinde yaşayatıdım. Deydik hamdı normal insani köz bilen qarğa vaqtida nurgun paragat içinde yaşayatkan vaqtida o şükür qılıp toxtumay Allah'ın mağbunu ata qıllıqıga rahmet deyişi mümkün. Ama bulup mu müminninki musibet kelgende, mubtilaga uçurga vaqtida, har xil sınaqlarga uçurga vaqtida qandaq şükür qılalaydı mümin. Hatta mesela Allah'mu ve qalilun min ibadiyeş-şakur bendilerimden içinde mesela her daim şükür qıldık Allah az dep
söz degan bu oyatini mushunga birlashtirib bir tushungan bo'lsak. Shu boyam degandek shukrni har vaqt qilishimiz kerak, har qanday afal asli qilishimiz kerak. Qiyinchilikda shukr qilishimiz kerak. Xushalliqda nima qilishimiz kerak. Mana bu asli mu'minningki o'lchimi bu. Mu'minning sifati bu. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vassalam mu'minning hayotiga qarab ajoyib bir hayot Allohning unga inom qilgan deydi. Ajaban li amril mu'min. Mu'minning hayoti ajoyib bir odamni hayron qoldiradigan bir hayot. Uning hayotining hammasi yaxshilik. U yaxshilik nimadan deganda, chunki o'zini har vaqt Allohga bog'lab turadi. Yaxshilik bo'lgan vaqtida unga shukr qiladi, ne'matga uchragan vaqtida unga cheksiz shukr qiladi. Qiyinchilik kelganda sabr qilib, u sabrning o'zimi bir shukr qilish. Sabrning o'zimi bir shukr qilish. Chunki shu Alloh subhanahu va taoloninki har qanday bir ishni bir bandasining ustiga uni qiyinchilik shaklida kelsin yoki bir uni boshqa bir yo'llar bilan keltirsa, u mu'min uchun uningdan yaxshilik keladiganligi, uningdan hech qachon Alloh subhanahu va taolo yomonlik xohlamaydiganligi, Allohning bu hikmati mushuni ko'rsatib turganligini doim o'ziga eslatishda, xuddi payg'ambarlarning hayotida qaraymiz. Masalan, Ayyub alayhissalom intayin qiyin, masalan, og'riq, necha yillab og'irgan, u og'riq hattoki o'zining qiyinligi o'zining badaniga emas, oilasiga kelgan, oilasidan bola chaqalaridan ayrilgan, iqtisodidan ayrilgan, nurg'un qiyin hayotni kechirgan, lekin shu vaqtda hammasini qanday yashagan? Allohga shukr qilishni yashagan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu, masalan, eng qiyin bo'lgan vaqtlari bor payg'ambar alayhisolamning, qiyin kunlari bo'lgan. Taifda shu insonlar tomonidan qattiq haqorat qilingan, hattoki chalmakizak qilingan, badallari qanab, hattoki o'ziningki kashi payg'ambar alayhisolamning qonga to'lib ketgan degan rivoyatlar bor. Shunda qavolda payg'ambar alayhisolatu vasallam qilgan, ularga asli haqiqatda ularga ustida masalan badduo qilsa, la'nat qilsa, shunda lekin ularni ko'rmasdan, ayib ular qo'ymasdan payg'ambar alayhisolatu vasallam uchun Allohga shukr qilgan. Ey Alloh, sen mendan norozi bo'lmaydigan, men senga shukr qilaman. Demak bu shukr odamni haqiqatan xotirjam yashab turadigan bir alohida bir kuch amaliyoti. Buni qarasak, bu biz uchun berilgan Allohning bizga inom qilgan kuchi bu. Bu shukrni tushungan vaqtida indiki inson xotirjam yashaydi. Uning uchun qiyinchilikmi hech qancha bir narsa emas. O'tib ketadi, chunki o'zi biladiki bu imtihon. Shu qiyinchilikqa sabr qilsam, mushu orqali Alloh subhanahu va taolo mening darajamni ustun qiladi. Menga mukofot beradi. Meni Alloh unutib qolmaydi. Degan mushu nuqtalar bilan Allohga har vaqt joyida shukr qilib turishni balki muhimligini biz buni ko'ramiz. Ana bu shukrni o'z loyig'ida qilish masalasi bor. O'z loyig'ida qilish. Demak, bu qanday deganda, masalan, Alloh subhanahu va taolo bizga tilni inom qildi. Bu tilni biz yaxshilikmi ishlata olamiz, yomonlikmi ishlata olamiz. Ana buniki amaliy shukr nima deganda, yaxshilik. Masalan, Alloh subhanahu va taologa shukr aytishimiz tilimiz orqali. Qur'on o'qishimiz, amal ibodatlarni qilishimiz, til bilan bo'ladigan amal ibodatlarni qilishimiz, zikr tasbihlarni qilishimiz, bu hammasi shukrninki ko'rinishlari. Va uni yomon so'zlardan, yomonlikqa ishlatishdan saqlashning o'zimi bu shukrning eng pokiz yo'li. Masalan, nurg'un insonlar bor. Masalan, o'zini g'aybat shikoyatdan xoli qilinmaydigan, saqlanmaydigan, g'aybat qiladigan boshqalarga tuhmat qiladigan, boshqalarniki izzat obro'yiga til takkuzadigan, bu xil o'zininkini garchi to'g'ri degan nimada bo'lsin, shaklda bo'lsin, boshqalarning qalbiga aziyat berishning o'zi bir jinoyat shariatda. Bunun hammasi shu Allohning bergan ne'matini to'g'ri shukr, unga to'g'ri shukr qilmaganligini ko'rsatadi. Shunga tilni inson o'z loyig'ida ishlatsa, Alloh rozi bo'ladigan yo'lga ishlatsa uni, hattoki bir mu'minga biz chiroyli salom qilishning o'zi bir shukrning ko'rinishi. Bir mu'minning qalbini suyundiradigan chiroyli gapni qilish o'zi shukrning ko'rinishi. Buning shakllari har xil bo'ladi. Demak, inson har bir minut daqiqasida buni inson o'zining hayotini ko'ralaydi va shuni shukrninki bir ko'rinishi, amaliyati deb uni izhor qilsa, tushunsa bo'ladi. Xo'sh. Alloh razı bo'lsin. Endi shu farzandlarimizga bugungi kunda ilgirki masalan bizning o'smirlik davrimizda yoki ota-onalarimiz yashagan davrdagidan qancha hassilab ortiq sharoitlarda yashayotgandik kun sari zamonning, jahonning taraqqiy qilishi bilan. O'sha ammo lekin shularga masalan qarg'a vaqtida har birimiz balki his qilayotgan bir tuyg'u bo'lsa kerak. Ya'ni farzandlarimizning ahvoli qarg'a vaqtimizda yani biz erişenmegen nurgun narsaga erishgan bo'lishiga qaramay nurgun sharoitlarning oldida turib mu amalga ularning tildagi so'zlarga qarasak yana shuningdan mamnun emas ifodalar chiqib turdi. Bu masalada masalan farzandlarimizga bu shukr qilishning qimmatini, bu tuyg'uni qanday o'rgatish mumkin endi? Avlodlarimizni tarbiyalashninki eng muhim qismlarining birisi ularning qalbini Allah'ın sevgisi, Peygamberinin sevgisiyle bağlaş. Bu bak muhim. Demek bu asas.
Bu asas aciz bo'lgan vaqtida avlodlarimizga to'g'ri shukrni biz o'rgatolmaymiz. Demak, bularninki tavhid, Allohninki kattiligi, Allohning bergan in'omlarini ularga tunutish. Bu tarbiya, bu diniy tarbiya desak, masalan, Qur'onni o'rgatish va Qur'onning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'rgatishni iborat bularga o'rgatamiz. Ammo biz buni normallashtirish, buni oddiy usul o'rgatgan vaqtimizda bolalarimizningki masalan biz bilan qilgan muomalarida bir dada bolasi uni kelib kichkina bir narsani bolam bir piyola suv akab ber deymiz masalan. Akab berdi. Ko'pincha ota-onalar rahmat bilan demaydi. Xo'sh. Demak, biz mushu tarbiyamizniki, mushu normal kundilik turmushimizda mushu narsaninki kamchilligi bolalarimizniki qallasida yo ularning tushunchisida bu rahmatninki cho'ng bir qimmatining borlig'ini ular his qilmaydi. Ammo biz kichkina bo'lib o'rgatsak-ku. Bular shuning bilan shu tarbiyalar o'sishdi. Bu shukr qilishninki muhimligini Allah tabiiy o'zining qilqiniga singib bular shuni o'rgatadi. Normal do'stlar bilan bo'lgan munosabatda bo'lsin, bir narsa masalan bir sinfda o'tirib qalami tushib ketgan bo'lsa bir qarindosh do'sti afasa unga rahmat deb qo'shini deyishni bilishi. O'qituvchiga bir narsa qilgan vaqtida nima unga rahmat deyishi. Odat normal bir hayotdami boshqalarninki ularningga berilgan yaxshilikqa shukrni bilishi, o'rgatish bu ota-ona ustiga yuklangan majburiyat. Yani bunu kichikdan boshlab buni singdirmasak bo'lmaydi. Ammo buni yana bir tarafi o'zaro biz bir-birimiz bilan munosabat qilgan vaqtimizda, chunki avlodlarimiz bizning qilgan ishlarimizdan kulib, ularga tafakkur qilib emas, kulib o'rganadi nurg'un narsalarni. Amaliyatimizni ko'radi. Biz bir-birimiz bilan muqaddas chiroyli paran qilmasak boshqalar bilan, chiroyli so'zlashmasak, bizning qilgan yaxshilikqa rahmat berishni bilmasak, u vaqt u bolalarimizga sen shukr qilsang bo'ladi, shukr qilishing kerak, sening qo'lingdagi narsa boshqalar yo'q narsalarni sana appadim bu deyilsa, u bolalarning qalbiga to'g'ri aloqa ifoda bildirmaganligi uchun, chunki amaliyatni ko'rmaganligi uchun voy o'zini undagi boshqalar bilan solishtirda mening bu bo'lgan bilan boshqasining undan yaxshi u deb ularda qanoatsizlik paydo bo'ladi. Qanoatsizlik ularni nimaga olib boradi deganda itoatsizlik olib boradi. Itoatsizlik olib boradi deganda uningki iymoniningki ojizlikqa, uningki boshqa mo'min musulmon boshqa qarindoshlar bilan do'stlar bilan bo'lgan munosabatdagi qalaymoqchilikqa olib boradigan narsa. Shunga buningda birinchi shu ota-onalar o'zining bolalarining qalbida buni singdirishning yo'llarini izlash kerak. Xo'sh. Uningki Qur'oni Karimningki ruhi bilan bularga shukr qilishning muhimligini o'rgatishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matlarni ularga tushuntirish kerak. Va shunday ba'zi shu bolalarimiz erishamagan shu ba'zi nimalar bor. Hayotda hozirgi hayotimizda ko'radigan ko'rinishlar bor. Masalan, televizorlarda, masalan, nimalarda, YouTube'larda uchurtimiz. Masalan, G'azzadagi bolalarningki, o'smirlarningki hayotini va uysiz qolganlarningki hayotini, mushlarni ularga o'rnak qilib ko'rsatish orqali, shu orqali ular bilan bizning bog'lanishimiz, islomiy diniy bog'lanishimizni eskartish orqali ularga qaranglar, bolalarım. Allah subhanahu va taolo agar bizni shularni o'rni qo'ygan bo'lsa qanday qiladi? Degandek savollarni ular o'zi tafakkur qiladigan oddiy shakldagi savollarni qilish orqali ularga fikr qilishninki naqadar muhimligini tushunish kerak. Endi bu yerda bir nuqta asosga kiradi. Biz mushu g'arb nimasida odatlarida masalan bularninki normal turmushlarida maktablarda mush bolalarga odatda mush narsani o'rgatiladi. Masalan bir narsa so'rasang please deganda masalan mana qilib bersangiz, etib bersangiz degan bir yolvurish shaklidagi cho'nglarga nima qilgan vaqtida. Bir narsa bersa, uni rahmat deyishni o'rgatiladi. Kichkina bir narsa, masalan bir yerda bir bola, masalan bir axlat elib, sandoq o'qitayotgan bo'lsa, o'qituvchi bunday ko'rgan bo'lsa, rahmat deb qo'y deydi. Buni shunday o'rgatadi. Garchi bu diniy ta'limotninki eng asosli qismlari bizlar shu narsa bo'lishi kerak. Xo'sh. Bizlar shu narsa bo'lishi kerak. Bizlarninki bo'limi vatanimizningki nimasida, cho'nglarninki, bo'limi ota-onalarninki o'zining bolalarininki qilgan ishlariga bu qilish kerak. Bu mening bolam bo'lganini qiladi degandek ma shaklda tushunib olib, biz ularga bu qanoatchanlikni, birisi qilgan yaxshilikqa shukr bilan rahmat aytishni biz loyiti uni o'rgatadigan qarindoshlarimiz bor, Alloh rozi bo'lsin deymiz. Ammo bizda bu narsa haqiqatan kamchil, buni biz taraqqiy qildirishimiz kerak. Xo'sh. Alloh rozi bo'lsin. Hamda haqiqatan bu savolga bergan javobning ichidan insonlar o'rtasidagi muomala jarayonidami bir-birimizga rahmat etish, shukr qilish, ya'ni rahmat etish, tilimizda rahmat deb ishlatamiz qo'ydi. Bu tema echildan bu yerdan. Yuqoridagi asosli mazmunlarimiz Alloh subhanahu va taoloning bizga butun jismimizdagi barliq a'zolarimiz bizga berayotgan ne'matlarga bo'lgan shukronasini ado qilishga asosli to'xtaldik. Hamda bu mavzu echilgan ekan insonlar o'rtasidagi shu bir-birimiz bilan bo'lgan munosabatdami
başqalarga aldığımızda kişiye qandaq şükür qılındı, qandaq rahmet etildi bu ve bunun ahimiyeti haqqında biraz gap qılsaq. Bu hakikaten biz birinci özümüz insan bir lıqnımızın hemmemiz insanlar özara birbirinden bağlanışı var. İnsanlık bağlanışı var. Bunu tutunuş gerek. Şundaqla insanlar özara birbirinden bu ictimai bir xil muhitda ictimai hayatını yaşaydigan insanlarmiz. İnsanlar hayatı sebepinin şundaq. Biz birbirimizle bağlanıp birbirimizge hacetimiz düşüp birbirimizden sorap birbirimizge yardım qilib yaşamasak bizning hayatımız mükemmel bulmaydı. Şuna Peygamber Aleyhisselam'ınki qo'shnidoshlik haqidagi eskartmalari qo'shni haqqi din iborat buningki muhimligini nimani ko'rsatganda bir-birini qadrlab yashash degan gap. Shunga bu islom dinimizning ta'limotida boshqalarga shukr qilishning o'zini bu islomningki bir iborat qismiga kirgizdi. Masalan men sizning başta aytdim bu la yashkurulloh min la yashkurun nas. Ya'ni insonlarningki qilgan yaxshiligiga shukr qilmagan bu insonlar bu yerda musulmonlar emas, an-nas, har qanday inson. Wa qulu lin-nasi husna. Har qanday insonga yaxshi muomala qilishimiz bu islomimizga qilgan ta'limoti. Ma'lum ahvollarda siyosiy o'rinlarda ularga masalan islomdagi o'rnini ko'rsatadigan, ularga bosh egmaydigan, o'zimizning maydonini setib etmaydigan bu ayrim masala, bu ayrim nuqta keladigan narsa. Ammo normal insonlik munosabatimizda muomalamiz bir-birimizga yaxshi bo'lishi kerak. Hamda bu muomala yaxshilashninki eng oddiy usuli nima deganda, gapimiz, so'zimiz chiroyli bo'lishi kerak. So'z chiroyli bo'lishning yo'li nima deganda, birisi bir chiroyli uning gap qilsa, unga chiroyli javob beramiz. Bir narsa bergan bo'lsa, uni bir narsa so'rasak, yordam qilgan bo'lsa, unga rahmat aytamiz. Bu kafir tursa, kafirga rahmat desam qanday bo'ladi deb ve bu İslam'daki farklılık, sağlık, güzellik tarafına emas, şu ma'lum siyasi ahvallarda kullanılan ma'nosini umumlashtirib bilib, bularning bir narsasimi, bularningki bu bizning yoki haqqimiz, biz erishimiz kerak degandek mana shaklda tushunib olsak, bu vaqtda biz İslam'daki haqiqiy mohiyatidan to'liq xabardor bo'lmagan qolamiz. Shunga bu yerda mesela buni bir nechta nuqtaga bo'lsak, birinchisi Alloh bilan bo'lgan bog'lanishimizdagi shukrni biz insanlar bilan bo'lgan nimamizda buni amaliyashtirishga tirishimiz kerak. Yani Allah'ın nimetleriga shukr qilamiz go. Albatta bu bizning majburiyatimiz, iymonli majburiyatimiz va shundaqla buni insonlarning bizga qilgan yaxshiligini shukr aytishni biz uni o'zimizga izchillashtirishimiz bunun nimasi. Payg'ambar alayhisolamning hayoti shu. Payg'ambar alayhisolam o'zining hayotida yaxshilik qilganlarga albatta nihoyat undan ortiq yaxshilik bilan qaytaradi. Biz sizga yaxshilik qilgan bo'lsa, bizda qo'yib shukrni ba'zi til bilan bo'ladi, ba'zi amal bilan bo'ladi. Masalan birisi Payg'ambar alayhisolamdan birisidan bir oriyat, bir narsa olgan bo'lsa, uni egasi qaytirib olgani kelgan vaqtida undan go'zalroqini, undan yaxshiroqini beradi. Qaytirgan vaqtida. Masalan, uni ochib bergan odam uni talab qilgan bo'lsa, u jazoni kirdi masalan shariatda. Harom. Masalan, birisi $10 bergan bo'lsa, uni 1000 lira bersa, qaytirgan vaqtida sen menga 100 ni qo'shib bersa desa, u jazoni bo'ladi, hammamiz bilamiz. Ammo u uni talab qilmadi. Bir odam menga ehtiyojim bor vaqtida menga 1000 lira berib turdi, unga men qaytirgan vaqtimda unga 1100 lira, 100 lira o'zim xolib qalbimdan qaytirsam, u jazoni olmaydi. O to'g'ri qilgan bo'lma. Demak bu shukr qilishninki shu odamning ma'an qilgan g'amxo'rlikqa rahmat aytishningki bir go'zal yo'li. Payg'ambar alayhisolam masalan tahaddu tahabbu degan so'zi bor. O'zaro bir-biringlarga to'g'rilam berishib turinglar. Demak bu shukr qilishninki amaliy yo'llaridan birisi. Buni qilish. Bu islom dinimiz bizningki go'zal axloq ustiga qurilgan din, hammamiz bilamiz buni. Innama bu'istu li utammima makarimal axloq. Men go'zal axloqni o'rgatish uchun, to'liqlash uchun avatilgan payg'ambar deydi. Ana bu go'zal axloq faqatlam ig'zoki gap bilan bo'lmaydi bu. Amel ibadet bilan bo'lmaydi. Uni amal ibadatdan o'yla ayrim, uni Alloh bilan bo'lgan bog'lanishimizni ishlatamiz. Alloh o'z dayog'ida bunga shukrimizni bildiramiz. Ammo insonlar bilan bo'lgan munosabatda bu ad-din va al-muamala, din o'zi muomaladan iborat, munosabatdan iborat. Buning hammasi go'zallik bilan, rostchilik bilan, va'daga vafo qilish bilan va shuning hammasi bu shukrga bog'lanish bilan. Bir odam birisiga, va'dasiga vafo qilgan vaqtida albatta u qarish tarafdan bo'ladi, xo'sh bo'ladi. Men aytsam bilan ko'rishga kelmadi desa, shu degan vaqtda kelsa odam xo'sh bo'ldi. Meniki so'zimni yada qo'ymadi. Mening so'zimni ilk oldi. Mening da'vatimni qabul qildi degan bir xursandlikni uning qalbiga biz tag'an bo'lamiz. Demak, bu odam bizning xursandligini isbotlaydi, rahmat aytadi. Demak, bu nima? Shukrki, bu shaxsiyatlar bu. Bu hayotimizdagi hamma narsaga munosabatli. Shunga bular bilan insonlar bilan qilgan vaqtimizda buni sal qarash bo'lmaydigan ish. Buningga sal qarash axloqimizga sal qaraganlik bo'ladi. Axloq sal qaraganlik dinimizga, islom dinining ta'limotiga sal qaraganlik bo'ladi. Xo'sh. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet hakikaten bütün suallarıma cevap çıktı deb qarayman. Lekin en ahirda agarda javob berishga yuqorida javob berilib bo'ldi deb qaraslanmaydi, lekin shu har doim Alloh subhanahu sifatlagandek yuqorida men dedim g'alqim. Davomliq har ishga, har qanday kichik va cho'ng'a shukr qila oladigan shu qalilun min ibadiyash shakurning
içige kiralash uchun mu'min kundilik turmushida buni qanday aylandira oladi? Agar javob berish kerak bo'lsa, 1 minutlik vaqtlar va programmamiz tugab qoldi. وقليل من عبادي الشكور degan so'zning kelimasi mu'min faqatlam bu o'zininki normal turmushdagi yoki Allohga ig'zo qilib alhamdulillah deb qo'yish emas. Buni amaliy hayot Alloh buyurgan barliq farz amallarni, vojib amallarni o'z loyig'ida payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'rsatgan ravishda qilish. Bu ishning eng kichigidan boshlab eng cho'ng'igacha. Arifimiz misolda bir o'birga kirganda qanday qilish, qanday chiqishdan boshlab bir davlat qurish, davlatni qanday yetaklash, qanday uni boshqarish, oila mesela bir cemaat, bir cemiyetle kurulup çıkıştaki insanın üstüne yüklengen mesuliyetlerini Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinin ruhuna uygun halde elip verişin üzere bu en doğru şükür kıldı kıldı. Ama bu şekilde mükemmel şükür kıldı Allah'ın sanına ait az. Adetteki normal sözlerde rahmet ubudiydi Allah'ın sanı köp buludu. Onu kafirsi mi var, Müslüman mı var? Ama ma şekilde Allah'ın vergen nimetlerine öz layıkıda emeli arkalık, ibadeti arkalık. Şeyin müşakkatlarga sabr qilish orqali Alloh yo'lida hattoki o'zining borlig'ini qurbon qilish orqali jihad qilish orqali qilaydigan ma shakldagi amaliy bu shukr qiluvchilar ayta oz. Shunga Prezident Payg'ambar Umar roziyallohu anhu duo qilayotganligini ey Alloh meni shu ozlardan qilgan deganda bu nim degani deganda Alloh Qur'oni Karimda va qalilun min ibadiy shakur degan emasmi deganda Umar rost to'g'ri. Bu nurg'un odamlar o'qiydi lekin uni tafakkur qilmay tukurgan oyat emas. Amaliyotda shuni o'zimizning hayotni tadbiqlaydigan bo'lsak hammamiz o'zimizni ashuna kirinmay shuni sirtida qolganda his qilamiz. Rasmiy hayotimizni tasdiqlaydigan bo'lsak. Ammo Alloh subhanahu va taoladan umidlik bo'lib Allohdan so'rab buni taraqqiy qildirsak, tirishsak, o'zaro bir-birimizga askarsak inshaalloh Alloh subhanahu va taolo bizni shu qalillarning qatoriga yetkazsa aytamiz. Amin, amin. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet. Programımızı bir şeyde ahırlaştırsak Allah razı olsun. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni müşahede ahırlaştıraylı. Hakikaten nəhayət məğzliq, güzel sözler bulup ötüldü. Allah subhanahu wa ta'ala her bir onun berib atqan san-sanaqsız nimetlerine yürükümüzün en çonqur qatlamlardan faqat ağzımızda midirtib qo'yish emas, onun nimetlerine bütün vücudumuz his qilgan şekilde minnettarlık bildiradigan, o tuyg'uni qalblarimizda his qiladigan mu'minlardan qilishini tövəncik bilan so'raymiz Rabbimizdan. Allah ömür versə, ayətiki sanımızı görüşküçə aman boğayslar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء